Oyijon, xush kelibsizlar ishxonamga. Voy, xotining qassobmidi hali? Zo'ru har kuni uyga go'sht boradi. Bo'g'ib tur, hozir borib so'y tashlayman. Shirin qo'y, asal qo'y. Hayvonlarga mehribonligini bilmasdim lekin. Hozir shuni so'yamiz ushlan. Yo'q, Tugadi ish vaqti ham. bitta romantika qilib selfie tushaylik-da. Boltaga balo bo'lmaydi. Sen bilan romantika qilib bo'lmaydi. Mana joy shirinda. O'g'lim, xotiningni olgin, meni qo'rqityapti. Sho'rojonga tegdi-de. Hozir hal qilaman. Boshqa ovozini chiqarmaydi. Qimirlagan narsani kesib tasharkan-ku bu. Qonxo'rchan, bugun nima ovqat yeymiz? Qo'y kalla. 3 oydan biri faqat qo'y kalla, mol kalla, tuyoq. Shularning dastidan qo'shini kuchiga uyimizdan ketmaydigan bo'lib qoldi. Bugun 4 ta qo'y yag'anatib kelaman. Shuncha pulni nima qilasan o'zi? Ishonchli kompaniya Iskandar Buildings mezbon loyihasidan hozir uyab qo'ysam, bitgandan keyin 2 barobar qimmatga sota olaman. Yoki arendaga berib qo'ysam, passiv daromad. Uni ustiga lokatsiyasi ham zo'r. Menga o'xshagan sifatli materiallardan qurishyapti. Odam qizdiradigan go'sht ekan-a? Kelingiz bugun bug'u suyibdi. Bug'u go'shamizda ommalashibdi-ku. Qo'shni kuchugim ko'rmadinglarmi? Silakda yuruvdi-da, yo'qolib qoldi. Zebo bu meni ham qizdiryapti-da. Bu tochli bug'u go'shimi?